Bu usul bilan tiksangiz har qanaqa mijozni o'zingizda bemalol olib qola olasiz. Tanasiga botmaydigan, hech qanday og'riqlarsiz yumshoqqina rezina tikishni shu videodan oxirigacha ko'rib o'rganib oling. Bu usullarni hech bir tikuvchi ko'rsatgisi kelavermaydi. Buni men sizlarga tekinga o'rgatmoqdaman. Sahifamga obuna bo'ling, darsliklarni qoldirmasdan ko'rib boring. Assalomu alaykum, meni YouTube kuzatuvchilari. Men sizlarga hozir lozimga qanday qilib rezinkani to'g'ri o'rnatishni ko'rsatib beraman. Rezinkani shunday qo'yib tikib qo'yganingizda buralib sizga belingizga botyaptimi rezinka? Demak, shu videodan qanday qilib to'g'ri o'rnatishni ko'rib olasiz va bir umrga sizga darslik bo'lib qoladi. Men уже tayyorlab oldim. Bu lozimni pastki qismidagi manjeti. Endi lozimni tikishni boshlaymiz. Rezinkani o'rnatishdan avval birinchi qiladigan ishimiz lozimni mana xuddi shu joyini tikib overloklab olamiz. Menda 5 iplik overlok bo'lganligi uchun men birdaniga tikib overlok qilib ketaman. Vaqtni juda ham unumli foydalanish uchun. Mana xuddi shunday qilib bir-biriga qo'yib tikib chiqamiz. Tikayotganimizda bu overlogimiz matoni ko'p emas, 2 mm kessa juda ham sifatli bo'lib chiqadi. Mana bir tomoni to'qib tikib berdi o'zi tayyor qilib. Juda ham sifatli tikadi bu mashinka. Endi ikkinchi tomoni. Menda lozimda orqa oldi yo'q, shunday qilib tekis qilib bichaverman. Ko'pchilik so'raydi, nega lozimingizda orqa oldi yo'q deb. Bu o'zimni ko'ylagim bo'lganligi uchun orqa oldi qilmayman, chunki yomon ko'raman orqani oldiga qilib tikkanni, shuning uchun. Endi esa mana tikib birlashtirib oldim. Mana lozim. Endi bu tepasini bu overlokda ishlata olmayman, shuning uchun tikishini o'zim tarafga qaratib, ikkinchi overlogimdan foydalanaman. Tepasini aylantirib overlok qilib chiqishimiz kerak bo'ladi rezinka tikish uchun. Mana tepasini ham overlok qilib oldim. Hech qanday muammo yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu orqa tarafi, bu esa overlokning old ko'rinishi. O'ng tarafdan overlok qilib chiqasiz xuddi shunday. Aslida bu joyini ham sirazu tikib ketsangiz bo'ladi, chunki rezinkaga hech qanday aloqasi yo'q. Sizlarga vaqtni unumli foydalangan holda ko'rsatmoqchiman. O'ng tomonga o'girdim, mana o'ng tarafi sirtga qarab turibdi va ters tomonini tepaga qaratgan holda qo'yib olamiz. Rezinkamizni bir-biriga 2-3 sm o'tkazamiz, chunki juda ham ko'p kiyilib yechilgani uchun rezinkamiz yemirilishi mumkin. 2-3 sm bir-biriga o'tkazib, 2-3 marta zaklipka qilib olamiz. Mana hech qanday so'kilib ketmaydi. Rezinkamiz aylanib qolmagan, e'tibor bering, juda ham tekis qo'yilgan. Endi esa mana bu tikish joyini xuddi shu tikish joyiga tushirib qo'ymasdan 2-3 sm mana siljitib, ya'ni ustiga tushib qolsa, bu yana bitta buklov bo'lsa, bu joyi juda ham qalin bo'lib odamning tanasiga botadi. Shuning uchun 2-3 sm-gina yoniga surib tikamiz. Bu o'rtasi mana belgilab oldik. Xuddi shu ko'rinishda belgilab olasiz. Endi ikkinchi tomoniga qayirmasimizdan oldin mana rezinka tugagan joydan 2 mm pastga tushib, tikishiga 2 mm yetmasdan kesib olamiz. Rastichka ya'ni. Nima uchun buni beryapman? Qalin metallarni bunday rezinka qo'yib tikkaningizda ustiga qayirsangiz mana qalinroq bo'lib qoladi bosgan paytingizda va kiygan paytda ham qalin bo'ladi. Shuning uchun bir tikishi bu tarafga, bittasi esa bu tarafga qaratib chiqarilsa juda ham yumshoq bo'lib chiqadi tikilgani bilinmasdan. Mana xuddi shunday qilib qayirsangiz, mana juda ham yumshoq bo'ladi. Botmaydi, odamni tanasiga botmay chiqadi. Shuning uchun shunday qilib belgilab rastichka qilib olasiz mana. Tikishga yetkazmadim. Necha millimetr yetmaganini ko'ryapsizlar. Yirtilib ketmaydi. Endi esa rezinkamizni o'rta qismini topamiz. Mana xuddi shunday qilib buklab, o'rta qismini topasiz. Mana blokka qadadim, chunki bunga bo'r tushmaydi, tushsa ham bilinmaydi. Endi ikkinchi tomoniga qo'yaman buni. Ikkinchi tomoniga ham qo'yishdan oldin mana bu joydan qancha santimetr kesdim enlikda. Mana xuddi shunday o'lchab, ikkalasini bir xil qilib rastichka qilib oling. Albatta bu shart kerak. Va ikkinchi tomoniga rezinkani e'tibor bering, aylantirib qo'ymang. Mana xuddi shunday qilib o'rtasiga olib kelib belgilaysiz. Rezinkani endi bulavkani endi lozim bilan qo'shib qadab qo'yasiz. Hech qayerga qimirlab ketmaydi shunda. Endi buni o'rtadan emas, shu overlokni ozgincha ko'rsatgan holatda, shu chetidan yurgizib chiqamiz 3 mm qilib. Agar overlok bilan teng qilsak, bunday qayirgan vaqtimizda tikkan rezinamiz sirtki tomonga ko'rinib qoladi. Shuning uchun overlokdan mana shu xuddi shunday qilib overlokni ko'rsatib, o'zimizga ko'rsatib tikib chiqamiz. Indan olib tashladim. 2-3 marta yurgizib olaman. Cho'zmayapman rezinkani, e'tibor bering. 2-3 marta yurgizib oldim mashinani va endi mana bu joyini ushladim, ikkinchi tomonini ushladim va buni ham o'rtasini ushlab, lozimni ham o'rtasini ushladim va rezinkani bir xillikda burish uchun tayyorlab oldim. Xuddi shunday qilib hamma joyi bir xil burilishi kerak. Mana ushlab oldim.
Endi esa mana ko'rib turibsiz, bosh barmog'imda sirtini qolgan 4sida ichki tomonini ushlab turibman. Endi orqasini ushlamoqchiman. Rezinka bilan qo'shib ushlaysiz. Chunki oldidan rezinkani tortganingiz uchun orqadan ham mashinaga yordam berishingiz kerak. Ketdi, mato bilan qo'shib ushladim. Rezinkamizni tikayotganda overlock tikishi ko'rinib turishligi kerak. Aylantira xuddi shu holatda tikib chiqamiz. Mana agar rezinkada siljib ketsa, orqadan yordam beramiz, yonidan orqadan yordam berishimiz kerak. Mana bu qo'limni bu joyi bilan barmog'imni bu joyini foydalanyapman hozir. Qarang. Mana qo'limni qo'ydim va men qo'limni bu joyi bilan matoni bu yoqqa tikkanda chiqib ketadi. Shuning uchun bunaqa tortib ushlab olaman. Mana. Ham oldiga ham yoniga yordam berib tikishingiz kerak. Aylantira hammasini. Ko'ryapsizlar, qo'lim bilan matoni to'g'irlayapman. Bulovkaga yetib keldik o'rtaga. Endi olib tashlayman, kerak emas. Teng o'rtasiga yetib keldik. Mana overlock qanday ko'rinib turibdi? E'tibor berayotgan bo'lsangiz. Overlock polni ko'rinyapti, orqadan ham oldidan ham. Ikkinchi tomonini ham xuddi shunday qilib belgilab oling. Va aylantirib chiqamiz. Hech ham qiyin joyi yo'q, juda ham oson va chiroyli chiqadi. Qo'lim bilan matoni yon tomoniga yordam qilyapman. Menda tayyor hammasi, yaqinroq ko'rsatishim mumkin. Mana bu bir tikish hozir. Mana ko'ryapsizlar qancha millimetrda tikkanligimni. Overlock ko'rinyapti. Bir xil burilgan, juda ham chiroyli, bir xilda chiqadi hammasi. Endi esa buni men ichidagi rezinkamiz buralib qolmasligi uchun ikkinchi qiladigan ishimiz avval boya kesib olgan rasichkamizni mana e'tibor bilan qaraymiz. Birinchi tikish bu tarafga qarab turib, ikkinchi tikishni o'zimizga qarab yotqizib olamiz va xuddi shu tarzda matoni teparoqqa tortgan holatda buklab olamiz. Mana xuddi shunday buklov hosil bo'ladi. O'rtasiga qo'yamiz. O'rta chizig'i mana sirtqidan o'rta chizig'i bo'lib turibdi va ichki o'rta chizig'ini ham joyiga qo'yamiz. Shunda agar aylantirib qo'ymasangiz bu joylari ham tep-tekis chiqadi. Agar chizig'ini aylantirib xuddi shunday siljitib tiksangiz, lozimingiz tepasi aylanib chiqadi, xato chiqadi, buralib qoladi. Chizig'ini chizig'iga qo'yamiz. Albatta zakripka. Va endi bunda hech qanday o'rtasini topish shart emas, chunki rezinka tikilib qo'yilgan. Mana buklab olyapman, qarang e'tibor bilan. Buklayapman. Cho'zib buklayapman, rezinkani cho'zib. Orqa tomonini ham yordam beramiz va qo'limizni bu joyini yana foydalanamiz mana. Tortishga, matoni ostidan tortishga. Bu qo'limiz bilan torta olmaymiz. Orqaga yordam berish kerak. Orqaga hech kim yo'q, shuning uchun bu qo'limizni tagi bilan matoni tagini va orqasini tortamiz. Bu qo'limiz bilan rezinkani oldiga tortamiz. Shunda tikkan rezinkamiz tarang bo'lib chiqadi, chiroyli bo'lib. Xuddi shu tarzda oxirgacha aylantirib tikib chiqamiz. Qizlar, boyagi chiziqqa keldik. Tikishni ikkinchi tomonga qaratdim, o'zimga qaratdim. Ichidagi tikish orqa tarafga qarab turibdi. Lozimga rezinka tikish mana shunaqa bo'ladi. Hech qanday qiyin joyi yo'q. Shu usulda tiksangiz juda ham chiroyli chiqadi. Mana tikilgan joylari, ulangan joylari juda ham yumshoq. Hech qayeringizga botmaydi. Videoda ko'rsangiz yishib ham turmayapti. Ikkalasi bilan bir xil turibdi mana. Tep-tekis hamma joyi, tanangizga ham botmaydi va shunaqa go'zal usulda chiqadi. Mijozga tiksangiz ham, o'zingizga yoki magazinga o'tkazish uchun tiksangiz ham, xuddi shunaqa sifatli, toza ishlasangiz, mijozlaringiz sizda qoladi va sizdan libos olishda davom etadi. Rezinka tikish jarayoni sizlarga yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni qoldirib keting. Keyin yana bir ma'lumot, tikkaningizdan keyin xuddi shunday bo'lib rezinkasi o'rtaga qochib, ya'ni tekis turgan rezinka mana xuddi shu holatda buklanib qolishini xohlamasangiz, rezinkani mana bir marta tortib va teng o'rtasidan bir tikish yurgizib qo'yishni tavsiya qilaman.
judayam chiroyli chiqadi va judayam sifatli bo'ladi. Rezinkani tikayotgan paytingizda mana xuddi shunday qilib ushlaysiz va oldidan ham orqasidan ham tortasiz. Shunda rezinka yana o'zini holiga kelib tekis bo'ladi va siz uni shu turishda teng o'rtasidan yurgizib olasiz. Mana shunday tikkaningizda mana xuddi shunday bo'lib chiqadi. Mana ko'rib turganingiz bu oldi, bu esa orqa ko'rinishi. Mana rezinkani kiyib yechavergandan keyin mana shunday bo'lib rezinka yig'ilib qolishi mumkin. Sizlarga aytib ketyapman, lekin hamma matoda ham bo'lmaydi. Xuddi shu matoda bo'lyapti. Va mana teng o'rtasidan yurgizmoqdaman. Teng o'rtasidan rezinkani tortasiz va yurgizasiz. Mana xuddi shunday bo'lib chiqadi. Hech qanday buklovlar bo'lmaydi. Judayam asal turadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling.